Qarzadan tez qutulmoqchimisiz va tez boy bo'lmoqchimisiz? Sizlarga huzur. Bitta hikoya gapirib bermoqchiman. Bir kuni xon barcha vazirlarni mehmonlarida yig'ib, o'g'lini yelkasiga qo'lini berib savol berdi. O'g'lim, aytchi, kim kuchli? Senmi, menmi? Ota, men kuchli debdi. Xon boshqacha bo'lib qolibdi, odamlar muhokama qilib, xon yana savol berdi. O'g'lim, aytchi, kim kuchli? Senmi yo menmi? Ota, men kuchli debdi ikkinchi martaga. Xon juda ham boshqacha bo'lib ketibdi-da, xon o'g'lini yelkasidan qo'lini oldi-da, uchinchisiga savol berdi. O'g'lim, aytchi, kim kuchli? Senmi yo menmi? O'shanda o'g'il aytdi, ota, siz kuchlisiz. O'shanda xon aytdi, o'g'lim, nima uchun ikki marta savol berganimda sen aytding men kuchliman? Nima uchun uchinchisiga ota, siz kuchli deb aytdingiz? Ota, sizni qo'lingiz yelkada turgan paytda men o'zim juda kuchli his qildim. Undan kuchliroq kuch yo'q deb o'ylayman dunyo bo'yicha. Shuning uchun men deb javob berdim. Shuning uchun aziz do'stlar, aziz qadrdonlar, agar siz juda tez orada o'zingizni qarzlardan qutulmoqchi bo'lsangiz va bermoqchi bo'lsangiz, albatta otani qabul qiling, otani kechiring, otalarni duosini oling. Va bu video sizlarga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, albatta Instagramga obuna bo'lishni unutmanglar va do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'yinglar.